Diqqat! Xotin-qizlar uchun ajoyib xushxabar. Endilikda bir martalik 893 500 so'mdan yordam pullari beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasida talaba farzandli bo'lganda unga OTM tomonidan bir martalik 893 513 so'm suyunchi puli beriladi. Talaba oliy ta'lim muassasasiga arizani bola tug'ilgan kunidan boshlab 6 oydan kechiktirmay taqdim etadi va unga rahbariyat tomonidan belgilangan nafaqa pulini 10 kundan kechiktirmay to'lab berish majburiy hisoblanadi. Hozirgi kunda nafaqa puli miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 73,4% tashkil etadi. 2026-yil hozirgi holatda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1,271,000 so'm etib belgilangan. Kerakli hujjatlar: OTM rektori nomiga ariza, pasport nusxasi, tug'ilganlik haqida guvohnomasi. Ushbu xabarni talabalarga yuborib, ularni ham xabardor qilib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.